Oho, men qayerda oldingiz? Mayatga magazinga bormadingizmi? Skidka qo'yyapti. 50 mingga berib olyapti shunaqa. Suv tekin ekanda. Suv tekin. Biz bu jumlani ko'p eshitganmiz, hatto o'zimiz ham ishlatamiz. Aslida esa suv tekin emas. Ba'zan suv oqib yotadi. Biz esa buni oddiy hol deb o'ylaymiz. Ammo har bir tomchi hayot manbai. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 74-moddasiga binoan suvdan foydalanish va suv iste'moli qoidalarini buzganlik uchun javobgarlik belgilangan. Fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravardan 5 baravargacha, mansabdor shaxslarga esa 5 baravardan 10 baravargacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Bugun yer yuzidagi 2 milliarddan ortiq odam toza ichimlik suviga doimiy yetib bora olmaydi. Shuni unutmaylik, suvni asrash hayotni asrash demakdir.